Ba'zi insonlarga hayronman. Roza tutgan, lekin kun bo'yi hammaga zarda qilib yuradi. Biz yovvoyi bo'ri bo'lsak ham nafsni va jahlni jilovlashni bilamiz-ku, to'g'rimi? Iya, bo'rilar, ro'zamisizlar o'zi? Yoki ko'zdan panada birovni g'iybat qilib, odamlardek go'shtini yeb kelyapsizlarmi? Biz faqat oshqozon bilan emas, tilimiz va ko'zimiz bilan ham ro'zadamiz. Internetda o'tirib olib, asab buzadigan inson emasmiz-ku. Sen ham ishlaringni tez tugat va ayiqni uyiga bor. Xush kelibsizlar birodarlar. Kiringlar. Biz bugun dabdaba va kim o'zarga emas, chin dildan iftor qilamiz. Mazza qilib yeymiz endi. Sabr qil. Biz hayvon bo'lsak ham tartibni bilamiz. Azon aytilmasdan qozonga tashlanadigan ochofatlarga o'xshama. Sekinroq. Kun bo'yi och yurib, kechasi bilan bo'kib yeyish roza emas. Bu xatoni odamlar qiladi. Sizlar ulardan o'rnak olmanglar. Ramazon muborak. Qani hammamiz tezroq iftorlikni rasmga olib internetga joylamaymizmi? Hamma ko'rsin. Bizga riyo kerak emas, qizaloq. Asl roza dilda bo'ladi. Qaniydi, insonlar ham shuni tushunsa. Fikrlarimizni qo'llab-quvvatlasangiz, iltimos obuna bo'lib, videoni ulashib qo'ying. Insonlar vijdoniga bu signal bo'ladi.